What's up aka-ukalar, qalasizlar, yaxshimisizlar? Bugun PTI haqida gapirmoqchiman. Ko'p trakchilardan shu ish boshlashdan oldin PTI qilish kerak. Hozir shu bitta trak misolida ko'rsatib o'taman. Xo'sh, trakni boshlaganingizda zavat qilishdan oldin tekshiradigan narsalarga birinchi bo'lib coolant, suv o'tish anaqasi, moya tekshirasizlar. Urvindami yo'qmi? Zavat qilishdan oldin tekshiriladi. Ko'rinmayapti, fokus olmayapti, shu o'rtasida turish kerak. Arsib tashadi. Keyin remenlarni tekshirasizlar. Ikkita remen bo'ladi, ikkalasini tekshirib qo'yishingiz kerak, yorilmagan boshqa yo'lda uzilib ketmasligi uchun. Undan keyin kalotkalarni, mana bunda kalotkalar almashyapti, kakras. Mana orqa tarafda orqa tarafdan ko'rsataman. Kalotkalarni tekshirasizlar, qalinligini, dramni tekshirasizlar. Chunki mashinasiga anaqada avtostop beradi. Keyin havo chiqib ketyaptimi yo'qmi, erlik eshitib chiqishingiz kerak bo'ladi. Shlankalarni tekshirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bizam mana ko'rdinglar, ajratib bir-biriga tegmayapti. Mashina bir-biriga tegib qolishi mumkin. Nimalari yo'q qolib, bir-biri ishqalanib, havo chiqib ketadi-yu, sal yedirilib qolsa ham, agar ko'rib qolsa, to'xtatib qo'yadi, validation beradi mashinaga, shtraf beradi. Mana shunga havo shlankalarni tekshirib chiqishingiz kerak bitta-bitta. Keyin mana bu havo treylerga ulanadigan. Treylerga ulangan holda mana bunaqa tegib tursa, bunga ham validation beradi. Tegish kerak emas. Shunga qaraysizlar birinchi o'rinda shularga. Keyingisi qaranglar, balonlarni tekshirasizlar. Mana bunaqa qurilmada oldi 4, orqa 2 minimum. Masalan, mana almashgan eski balonlar deylik. Masalan, eng kal joyiga qo'yganda balonlarga havo urish hamma har xil uradi. 100 minimum bo'lishi kerak. Bir xil 110 uradi. U o'zingizga anaqalarga qarab turib, masalan, men 100 uraman, bir xil 110 uradi, bir xil 105 uradi. 100 dan kam bo'lmasligi kerak. Havolarni tekshirib chiqasizlar, hamma balonni. Qaranglar, mana remenni tekshirish kerak dedim-a. Mana remenni ko'ryapsizlar, mana yevorgan. U uzoqqa bormaydi o'zi. PTI qilganda bilinadi, mana mashinasini tekshirishingiz kerak. Keyin oynaga sepiladigan suv. Buni tekshirib qo'yinglar, bormi, yo'qmi? Buni ishlatasizlar, oyna artadiganni, suvni sepib ko'rasizlar, chunki buni ham tekshiradi inspeksiyonda. Chiroqlarni hammasini tekshirib chiqasizlar. Dalniy, blижний, поворотlar yoqib, signal, highway horn, city horn, ikkita signal bor. Ikkalasini yoqib, bosib ishlatasizlar. Eng birinchisi, mashinaning oldiga kelasizlar-yu, tagiga qaraysizlar. Tagiga moy, suv oqmaganmi, yo'qmi? Birinchi qilinadigan ish. Undan keyin qolgan aytgan ishlarimni qilish boshlaysizlar. Keyin mashinani zavat qilib qo'yib, ichidan havo chiqyaptimi, yo'qmi, o'shani ko'rasizlar, davleniyasini tekshiradi laptop, uni ko'rsatmadim. Keyingi videolarimda ko'rsataman. Nimadir esimdan chiqib qolgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Men bilmagan narsalar bo'lsa, eslatasizlar.